Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarni Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim asari bilan tanishtirmoqchiman. Sadoqatlar xiyonatlarga sotilgan, mehr sevgidan ko'ra ustun kelgan, xatolar evaziga hayot berilgan betakror qissa bu. Asar kompozitsiyasi tugun orqali ochib boriladi. Asarni o'qir ekansiz, savol tug'iladi. Nega shofyor jurnalistni olib ketmadi? Rus ayolining so'zi esa sizni yanada qiziqtirib qo'yadi. Bu voqeaning tarixi uzoq. O'yga cho'masiz. Qanday voqea, qanday hodisa? Ichingizda bir savol bilan mutolaa qilasiz asarni. Yozuvchi shu orqali sizni o'z asariga bog'lab oladi. Qissada insonga xos muqaddas tuyg'ular, ishonch, sadoqat, mehr, muhabbat haqida so'z boribgina qolmay, o'sha davr qirg'iz xalqining milliy urf-odatlarining ham o'ziga xosliklari ochib beriladi. Ana shu urf-odatlarni hayotning muhim qoidalariga aylantirgan qirg'iz xalqiga insonning an'analariga emas, an'analarning insonga xizmat qilishi kerak ekanligini aytadi yozuvchi nazarimda. Asar obrazlari, oddiy odamlar, hayot ularni o'z sinovidan o'tkazadi. Afsuski, Ilyos bu sinovlar qarshisida bir necha bor ojizlik qiladi. Suyuklisiga xiyonat qilganidan so'ng ham yaxshilab surishtirmay yana qochib qoladi. Qilgan xatolari evaziga taqdir unga achchiq tovon to'latadi. Qizil durrachali sarvi qomatidan ayirdi. Hayotning ketma-ket zarbalariga bardosh qilgan Boytemir esa qismatning ajoyib tuhfasiga yana bir bor sevish baxti va farzand ne'matiga ega bo'ladi. Asal irodali, jasur mard qiz. Har kim ham muhabbati uchun asaldek harakat qila olmaydi. Biroq erining xiyonati bir paytlar ota-onasiga qilgan xiyonati uchun jazodek tuyuladi. Chunki har bir-birimiz qilgan gunohlarimiz uchun bu dunyoning o'zida tovon to'laymiz-ku. Shusiz baxt to'kis bo'lmaydi axir. Qissaning yana bir yaxshi tomoni umidbaxsh sadolar bilan yakunlanganligidir. Ilyosning kelajakka ishonchi, hayotga muhabbati so'ngani yo'q. U ham baxtini topadi. Asar faqatgina benazir muhabbat haqidagina emas, muammolar qarshisida sobit tura olish, eng qiyin vaziyatlarda ham o'z-o'ziga sodiq qolish, o'z-o'ziga xiyonat qilmaslikni targ'ib etuvchi sara asarlardan biri nazarimda. Aynan shuning uchun ham adibning asarlari jahon adabiyotining eng nodir namunalari qatoridan joy olgan bo'lsa ajab emas.